Marg'ilondagi obyektimiz qaranglar. Bitta mana fillarga qaranglar, jimchuqlarni sepganmiz ustiga. Juda ham chiroyli to'g'ranib turadi. Pog'onalarni jigarrangda qilganmiz. Qaranglar. Sifatini tiniq sepilganiga e'tibor beringlar. Bir me'yorda sepganmiz. Shunaqa ko'rinishda mana qaranglar. To'g'ranib turishini. Juda ham chiroyli. Bu yerda qoppog'i bo'ladi, o'zini yopiladi. Bu ankarda qatirilgan bo'ladi. Juda ham baquvvat, qimirlamaydi, zabardast bo'ladi. Bu yerda o'zini bunday buriladigan joyi bo'ladi. Ustanovka jarayonidan lavhasilagi. E'tibor berasizlar, yopishini, bir-biriga ulanib ketishini. Dual qiyshiq bo'lsa ham biz akkuratni keltirganmiz har bitta chokini o'ziga moslab. Qaranglar. Juda ham chiroyli turadi. Shunaqa variantda mana. Jimchuqlar juda ham chiroyli to'g'lanib turadi va kraskani mustahkamligini oshiradi. Bu oq rang ustidan jimchuq sepiladi. Shuning hisobiga lak-xatlarni baquvvatlashadi. Sloy ko'paygan sari. Bu oxirgi sloy, bu 4 sloy yoki 3 sloyda chiqadi shunaqa. Tillalarga e'tibor berasizlar. Buni ustidan ham o'zini lakini sepganmiz. Hali bu artilib tozalansa juda ham chiroyli bo'ladi. Qaranglar. Bu yerda ham buriladigan joy bo'ladi. Hozir shuni yasash arafasidamiz, shu yerdan yasayapmiz. Qaranglar. Bu yerda ikkinchi etaj, birinchi etaj podvalgacha tushib ketgan ziramiz. Juda ham chiroyli chiqqan, to'g'lanib turadi. Hali svetlar yongan yo'q. Uyimizda agar svetlar yonsa juda ham boshqacha uyda bo'ladi. Qaranglar. Oq qora juda ham chiroyli chiqadi. Shunaqa ko'rinishda. Bu yerini shilib qo'yishibdi, buni ham to'g'rilab beramiz. Ya'ni ustalar kirib chiqadi, shilib qo'yishibdi, klientimiz to'g'rilab beringlar dedilar. Shuni to'g'rilab chiroyli qilib beramiz. Shunaqa ko'rinishda bu shipondan ishlangan, bu juda ham baquvvat va uzoq yuzda xizmatini qilib beradi. Mana. Qaranglar chiroyliligini. Bir xilda razmeriga ulanib chiqib ketgan. Qaranglar. Hattoki mana maytlarni ham o'raganmiz. Qaranglar, bir xilda ketma-ketlikda o'rab chiqamiz. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar.